Meni ko'rganingizda siz meni kuchli, irodali va quvonchga to'la deb o'ylaysiz. Oif qo'l berib salomlashganda, birga ovqatlanganda, o'quv qurollaridan foydalanganda yoki insonni bag'riga bosganda yuqmaydi. Yonma-yon o'tirish, bir jamoada o'ynash yoki oddiy do'stlik munosabatlari orqali ham oif yuqmaydi. Oivi oddiy suhbat yoki muloqot orqali yuqmaydi. Agar inson muntazam davolansa va virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushsa, u endi boshqalarga virusni yuqtirmaydi. Qizim, oif bu hukm emas. Biz seni doim yoningdamiz. Seni qo'llab-quvvatlaymiz. Sen bizni aqlli, mehribon, eng kuchli qizimizsan. Biz doim seni yoningdamiz. Sizni ko'magingiz men uchun juda ham muhim va qo'rquvni yengishga yordam beradi. Oif bu shunchaki tashxis. U meni kimligimni belgilamaydi. Ammo stigma og'riqli u odamlarning sog'lig'i haqida ochiq gapirishga, yordam so'rashiga va kerakli davolanishni olishiga to'sqinlik qiladi. Men yorliq emasman. Men insonman. Mening ham orzularim, maqsadlarim va kelajagim bor.